Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mega kanal. Bugun men sizlar bilan qanday qilib Minecraftga juda ham oson ravishda mod o'rnatishni o'rgataman. Buning uchun birinchi o'rinda internetni yoqib olib, Telegramga kiramiz. Va mana bu kanalga o'tib, mana bemalol o'zingiz to'xtatib ko'rib olishingiz mumkin. Mana yaxshilab ko'rib, mana shuni yozib, bez xato, mana shuni yozmasangiz chiqmaydi. Mana shuni men bosgandek mana bosasiz va mana buni bosasiz. Mana bu yerda fayllar degan yozuv bor, unga o'tasiz. Mana bu yerda hamma fayllar bo'ladi. 1 2 3 4 5 6-chisini eng boshidagidan eng pastdagisigacha 6-chisigacha sanaysiz va 6-chisini yuklashga qo'yasiz. Mana men yuklab bo'lganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hozir 1 daqiqa. Xullas, o'shani yuklaysiz. Keyin agarda kimga uyqurgisi kelmayotgan bo'lsa, zerikayotgan bo'lsa, men mana bu modni taklif qilishim mumkin. Shunchaki Play Marketga kirasiz va mod deb yozasiz. Mana bu mod chiqadi. Ana shu modni tortib olasiz. Men hali sizlar uchun atalib tortmaganman. G'irrom demasliklaringiz uchun. Hozir 1 daqiqa o'tib olsin. Ungacha men sizlarga boyagi Minecraftni ko'rsatib o'taman. Hozir 1 daqiqa. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma Minecraftlardan ko'ra mana shu Minecraftga mod qo'shish juda ham oson bo'lgani sababli men mana shu Minecraftni tanladim. Bu 1.21.130.28 versiya. Xullas, mana endi hozir ozgina qolibdi. Hozir 1 daqiqa. Foiz qoldi. 100% bo'ldi ana. Hozir. O mana o'tgan shekilli mana o'tibdi. Xullas, mana qarang. Mana kirasiz va mana bunday rasmlar chiqadi. Xohlaganingizga, agar telefonda bo'lsangiz, biroz kichikroqlarini tanlang. Yo'qsa bu sizlar uchun telefoningizni qotirishi mumkin. Masalan, men hozir tanlayman. Mana buni tanladim. Install tugmasini bosasiz, to'ldirasiz. Mana Creative Work degan tugmani, Creative degan Find Work mana uyingizning nusxasi. 3 shaklda. Men OK'ni bosdim. 100%. Hozir Export for Minecraft degan bosasiz va Minecraftlaringiz chiqadi. O'sha boyaga o'tkazgan Minecraftingizga kirib olasiz. Hozir 1 daqiqa. Siz buni oldin qurgansiz, bu deb o'tirmanglar. Men buni qurmaganman, hattoki qura olmayman ham. Hozir kirib olsin. Ba'zida o'xshamay qolishi ham mumkin. Mana keldi. Qani? Opa, mana kelibdi. Mana tek mir. Shuni kirsangiz bo'ldi. Hozir paydo bo'lsin olamiz. Uzr, lekin meni FPS'im kamligi sababli sekinroq kirishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. To mana shu kirgunicha siz like, obuna bo'lishga ulgurasizmi? Tekshirib ko'ramiz.
Xullas, mana shunday qilib kirganingizdan keyin uyingiz paydo bo'ladi. Hammaga xayr, qisqagina videomiz mana shu yerda tugadi. Nega kirmading deyishingiz mumkin, lekin meni uydagilarim chaqirib qolyapti. Shuning uchun o'zlaringiz tushunasizlar. Kirganlaringdan keyin o'zi paydo bo'ladi, men aldamayapman. Agar aldayotgan bo'lsam, dislike bosishingiz ham mumkin. Iltimos kanalga obuna bo'ling. 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi.